Assalamu alaikum құрметті абитуриенттер. Бүгін сіздерменен кейінгі темамыз көп ағзалы һәм оның қасиеттерімен танысамыз. Демек, кеше өткен сабақта не өтіп едік? Bir ағзалы өтіп едік. Дұрыс па? Ал бүгінгі өтетін темамыз көп ағзалылар, яғни многочленлер. Bir ағзалы дегеніміз не еді? Яғни бір сан менен, ямаса харптың көбеймесе, ямаса бөлінбесіне. Дұрыс па? Ал көп ағзалы дегеніміз сол бір ағзалылардың қосындысына, ямаса айырмасына айтылады. Мысал үшін, любой бір ағзалы, мысал үшін 7А плюс 12Б. Бұл уже неше ағзалы десе көп ағзалы деп айтылады. Көп ағзалы деген, яғни бір ағзаны не қуатыз әзір қосып атырмыз. Мысал үшін, сол жерде 4х минус 47y десеңсем не бола береді? Көп ағзалы бола береді. Себебі уже алдым атыр. Көп ағзалыға да бір ағзалыға да кімдер болмайды дедік? Дәрежесі минус һәм ағзаға, яғни әріпке бөлсе, ол көп ағзалыға, бір ағзалыға да есепланбайды. Және де тек қана коэффициентлерменен, алдына коэффициентлерменен фарқ қылатұғын бір ағзалылар ұқсас бір ағзалылар деп айтылады. Яғни айтқанда коэффициенттен кім еді? Алдынасы. Мысал үшін 5AB и 3AB. Бұлар бір ағзалы. Қандай бір ағзалылар десе? Ұқсас бір ағзалылар деп айтады. Не үшін десе? Яғни тек алдына коэффициент, алдына саналармен фарқланады. Ізі әріфлеріне бірдей. Әріфлері бірдей болса, демек олар ұқсас бір ағзалылар деп айтады. Мысал үшін 15x квадрат y квадрат минус 7x квадрат y квадраттан не? Ұқсас. Ізінде x квадрат y квадрат, x квадрат y квадратты өшіріп тастасам, бұлар не болмай қалады? Ұқсас болмай қалады. Түсінікті ма? И және де мысал үшін x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат. Бұл қандай көп ағзалы деп айтылады? Формула болғанда қандай формула деп айтқан жоқ па? Жина деп айтқан жоқ. Біз елі қысқаша формулаларына келмедік. Астындағысынан бастайын. Мыналар қандай көп ағзалылар деп айтылады? Яғни бұлар, мысал үшін қараң, ямаса неше ағзалы деп сұрау берейін. Неше ағзалы деген сөз, әр бір ағзасын санап шығамыз, сонша сандағы ағза кеп шығады. Яғни мынау неше ағза? 3 қосылушыда барады, дұрыс па? Демек бұл 3 ағзалы деп айтылады. Бұлам неше? 2 ағза. Просто элементарный сұраулар ертең шықпаса, білмей қаласа 4 ағза. 4 қосылушыда барады. Түсінік ма? Енді кейін сабақларда нешінші дәрежелі көп ағзалыларды өтеміз. Так, одан кейін біздер көп ағзаларды орын алмастыруға болады. Мысал үшін x квадрат плюс y квадратты y квадрат плюс x квадрат деп не қылсақ болады? Орнын алмастыра берсек болады. Мысал үшін a-ның 5 дәрежесі минус b-ның 5 дәрежесі қайтып алмастырамыз? Яғни бірінші мынаны жазатын знагы бұның белгісі қандай? Минус. Минус b-ның 5-ші дәрежесі, бұның белгісі плюс a-ның 5-ші дәрежесі. Түсінікті ма? Яғни деп қоймаң да бұны. b-ның 5-і минус a-ның 5-і деп қойсаң, сол кезде қате болады ол. Белгілер өзгеріп кетті. Түсінікті ма? Так, бұнан кейін, мысал үшін, x квадрат плюс xy плюс xy плюс y квадрат, ямаса 3x квадрат плюс x минус x плюс y квадрат дегенлерді ұқсас ағзалар жинауға болады. Ұқсас деп жаңа айттық. Кіммен кім ұқсас болады? Так, бұл жерде x y-лер ұқсас болады. Дұрыс па? Бұл жерде x квадрат плюс 1 қосып жіберсем 2x y плюс y квадрат. Алдына коэффициенттер қосылады. 1 қосылса 2 болды. Түсінбей қалсаң сұрап отырмын. Так, 3x квадрат плюс x минус x плюс y квадрат. Бұл жерде x-лар ұқсас. Бірақ бірін алып плюс 1, бірін алып минус 1. Плюс минус болса не болады? Қысқарып кетеді. Демек, өзі қалады. 3x квадрат плюс y квадрат. Бұны қосып жібермең әйгерім деп. Бола ма? Так, және де көп ағзаларды біздер көбейтіп шықсаған болады. x минус xy плюс y квадрат десе, мысал үшін. Мына скобканың сыртына x квадратына 3-өне скобканың ішінде 3 ағзаға көбейтіп шықсам болады бірме-бір. x пен x квадратты өйтсем, x куб. Кене белгісі минус x квадрат пен x өйтсем, x квадрат y. X квадрат пен y квадрат өтсем, плюс x квадрат, y квадрат қалында не қылады? Қала береді. Мысал үшін, қайыр.
Mana jere kechirasiz. X kub bo'ladi. Tak, және de x plus y, x minus y-ni ikki qosimani ko'paytirib bo'lsak, birinchi qosimada x ustab olib, ikkinchi qosimada 2 a'zo ko'paytirib olamiz. Keyin ikkinchi qosimada 2 ni ko'paytiramiz deb. Izbezlikda. Birinchi bo'lmen buni ko'ytsam x kvadrat. Bo'lmen buni ko'ytsam minus x y. Endi mana minus plus edi. Plus edi. Plus y bilan ko'ysam x y deb. Birinchi alfabet bo'yicha y x desangiz qo'llaysiz bo'ladi. Tushundingizmi? b a demaymiz, a b deb yozamiz-ku. Y plus y minus y desam minus y. Bu yerda x y'lar ne qiladi? O'xshash qisqarib ketadi. Sonda x kvadrat minus y. Kimga so'rov bo'lishi mumkin o'sha yerda? Hech kimga so'rov yo'q qo'ya? Tushundingmi? Yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Bugungi temamiz bo'yicha bizning qo'limizda 39 hisob bor. Demak, hisoblarimizni boshlaymiz. Birinchi hisob anglatmani apolastirdik. Apolashtirish uchun o'xshash hisoblarni jinob chiqamiz. Demak, aslini samiz o'xshash x meni. Durustmi? So'larni jinoq uchun tek oldinda koeffitsiyentlar qo'shib olamiz bo'lgan. Demak, uni cho'nay qilib desangiz ham bo'ladi. 2 dan 1, misol uchun. Keyin plus 3 dan 1, keyin minus 6 dan 1. Umuman ne bo'ladi? 6 bo'ladi. 3 2 1. 3 ga 2 ni o'z. 5 dan 1 dal 4. Demak, u 4 qisqartib yozsam 2 bo'lingan 3 bizni x tushadi. Durustmi? Endi y'lar chinab chiqamiz. Y'lar chinaymiz. 3 dan 1 minus 2 dan 1. Umuman 6. Tak. 2 dan 1'imiz, 3 dan 1'imiz. 2 dan 3 alsak minus 1. Demak, minus oldina tushirib yozsam 6 dan 1 y. Bu ne bo'ladi? Javob bo'ladi. Demak, davom etamiz. Ikkinchi hisobimiz. Agar a 1 ga teng, bu 2 ga teng bo'lsa, mana bo'lchakning ma'nosini toping deydi. Demak, u ne degan so'z? A men buni o'rniga sonlarda aparib qo'y degan so'z. Qo'yamiz bo'lgan. 8 ko'paytu 1 ko'paytu 2 minus 2 ko'paytu a, точно 20 ya. 20 ko'paytu buni o'rniga 2 plus 2 ko'paytu a ning o'rniga 1 minus 5 bo'lingan a degamiz 1 minus 8 ko'paytu buni o'rniga 2 ni qo'ysangiz 2 ning kvadrati. Sразу 4 desak tushundingmi? Plus 4 ko'paytu a deganimiz 1, b deganimiz 2 minus 2 ko'paytu b deganimiz 2. O'sha yerda qo'yib chiqqanimiz kim tushunmay qoldi. Tak, davom etamiz. 8 ni 1 ga 2 qo'ydik. 16 minus 22 qo'ydik. 40 plus 2 ni 1 ga qo'ydik. Minus 5. Bo'lingan 1 alu 8 qo'ydik 4. 32 4 2 qo'ydik. 8 minus 2 qo'ysam 4. Arja hesaplaymiz. 16 ga 2 ni qo'shib birinchi. 18 ni 40 da al. Minus 22 minus 27 bo'ladi. Tak. 9 bo'ladi. 9 dan 4 alsam 5 bo'ladi. 5 alsam minus 27 bo'ladi. Demak, qisqarib ketib 1 bo'ladi. 2 minus plusga aylanadi. Davom etamiz. 3-chi hisob. Apolashtirish uchun birinchi navbatda ne? Aralash bo'lchak nodir bo'lchakka aylantirib olamiz. Qo'yib qo'shib ol. 3 dan 7, 7 dan 6, m minus 3. Qo'yib 3 dan 5, 5 dan 6, m minus 6. Endi buni sirtdagi sonda ishda 2 a'zo deb o'qishimiz kerak deb izbezlikka o'chamiz. Bu men buni qo'yitgan cho'nay qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana 3 dan 7, 7 dan 6. Qisqarib necha qiladi? 2m minus bu men buni qo'yitganingizda yana cho'nay qilsangiz bo'ladi. 3 dan 7 qo'yitib 3 maydalab yozib qisqarib ketadi 7 bo'ladi. Tushundingmi? M tek birinchisinde bor. Endi buni qo'yamiz. 3lar qisqaradi. 2 qolmaymi? To есть minus 2 ham bo'ladi. Endi buga qo'yitganingizda 2 minus qo'yitsam ne bo'ladi? Plus qisqarib ketadi 2, 2 ni 5 qo'yitsam 10. Davom etamiz. Mana 2 mlar ne qiladi? Qisqarib ketadi. 2 mdan 2 ni olsam -4. Minus 7 plus 10 3 bo'ladi. Sağ ol. Demak, 9-chi hisob, ya'ni apo hisoblarining biri apolashtirish kerak. Qo'shimani ashlash kerak. Qo'shimani oldida belgi plus bo'lsa ne qiladi? So'laycha ashlaveradi. 5a minus 3b. Oldina qo'shimani oldida belgi minus bo'lsa, minus bilan minus ne bo'ladi? Plus 4b minus 7a. Tak, endi o'xshashlar. 5a dan 7a ni olamiz. Minus 2. Nega 10 ni olib o'tgansiz, a meni a o'xshaydi. Alib qo'shganingizda tek izindagi oldinda koeffitsiyentlar istaysiz. Minus 3b men plus 4b plus 1b. 1 degan yig'maydi. Yozmaydi, biroq bor deb hisoblanadi. Demak, javob bu. Davom etamiz 17-chi hisob. Bular o'xshashlar tushunib kerak. O'z o'xshash a kub
A kub barmi shani? Yo'q. Durustmi? Bu yerda a kvadrat bilan na kvadrat bo'lsa, boshqa o'xshash yo'q-ku. Demak, buni o'xshash yo'q bo'lsa, so'layincha turaveradi. 1/2 a kub. Bu 2 ni istagingizda alda koeffitsiyentlar 3.4 4.8 ni yig'laman, olaman. Necha bo'ladi? To есть 6 bo'ladi. Yigidal. Qanday? Plus 2.6. Ulkan belgisi plus-ku. A kvadrat. U a kvadratdagilar o'zgarmaydi. Tek ko'yitganda bo'lganda o'zgaradi. Davom etamiz 18-hisob variantlarda uchrashadi. P naga teng, Q naga teng bo'lsa, bundan hisoblanadi. O'rniga kelib qo'yasiz. Bizda P nega teng? 3a kvadrat minus 5a plus Q nega teng? A kvadrat plus keyin minus o'zligini chasib qo'yamiz. Tushundingmi? O'rniga kelib qo'ydik. Demak, davom etamiz. 3a kvadratga a kvadrat qo'shamiz, keyin 2a kvadrat olamiz. 3 ga 1 ni qo'shasang 4, 4 ni 2 ni olaman. 2a kvadrat. Hisobi 2a. Minus 5 plus 2. Ne bo'ladi? Minus 3a. Bu javob. Tushundingmi? Davom etamiz. 19-hisob. 2 qo'shilmani o'zaro ko'yitishimiz kerak. Ya'ni aytganda sizlarga apolastin deb beradi. 2 hisob birinchi 3a qo'yamiz, keyin 4 ga. 2 ni 3a qo'ysam, qarang, 2 ni 3 ga qo'ytaman 6. A men a ni qo'ysam a kvadrat. 2 a ni 4 ga qo'ytam 8 a hisobi. Endi 3 ni 2 ni qo'yib chiqaman. Plus 2 sizga qiyinchiliksiz. 9 a plus 12. Tushunmayapsiz, so'rab o'tiramiz. O'xshashlar chinab ketamiz shu yerda. 8 a 2 a qo'shiladi. 6 a kvadrat turaveradi. 17 a bo'lib turaveradi. Aga a ni qo'shib a kvadrat deyjurming jani. Keyin plus 12. Bu javob bo'lgan. Misol so'dan sal 22-hisob sal quramonlar ekan, prosta oldida 3 degan belgi bor. 3 degan san bor to'ydi. Ya'ni 3 ta birinchi buni skopga qo'yib olsangiz bo'ladi deb. Naskop turaveradi. Ya'ni 3 ta qo'yib olgan. 15a minus 6. Endi naskopni so'layincha yozaman. Endi yozamiz. Birinchi na 2 qo'yib chiqaman. 15 ni 2 qo'yib. 30 a ni ketadi kvadrat. Aga a ni qo'yamiz a kvadrat. Aha, plus 15 a. Minus 6 ni 2 ga qo'yganingizda ne bo'ladi? Minus 12 a. E'tibor berib o'tiring. Minus 6 ni plus 1 ga qo'yganingizda minus 6. Endi o'xshashlar. 15 a men 2 a o'xshash-ku. 30 a kvadrat turaveradi. 15 ni 12 ni olsam 3 a minus. Tushundingmi? Demak, yozib olamiz. Demak, davom etamiz. 26-hisobimiz ko'p a'zolarni ko'paytiring deb qo'ydi. Demak, bizda 3 qo'shilma berilgan. Buni ko'paytirish uchun birinchi y qo'shilma sistemada bunaqa qo'shilma yo'q deb o'ylaymiz. Demak, bunaqa qo'shilma sistemi uchun birinchi jag'da qo'yib chiqamiz. Siz tushunlikli bo'lish uchun. Anaga qo'ysak qo'shilmalar bor. A kvadrat plus a plus 3a plus 3. Ana qo'shilma turibdi buni. Tak, endi ustida qo'yib turib bir jinastirib ketsangiz, hisobimiz a ansatloshadi. Ya'ni a ga 3a o'xshaydi. A go koeffitsient a'zolar. Qo'shilsa 4a. Ser neda 1 bor tursa plus 3. A minus 3 teng. Endi a kvadratni biz yana 2 ni yig'amiz, qo'yib chiqamiz. Birinchi a kub, keyin minus 3a kvadrat. Endi 4a ni qo'yib chiqamiz deb. 4a ga ani qo'ysam, 4a oy, 4 ga 1 ni qo'yamiz, 4 bo'ladi a kvadrat. Keyin 4a minus 3 ni qo'ysak minus 12 a. Endi 3 ni qo'yamiz deb. 3 bilan ani qo'ysak 3a minus 9. Tushundingmi? Qaysi yer so'rov? O'xshashlar chinab chiqamiz. A kvadrat qo'shsak. A kub turaveradi. Ayt. Minus 3 plus 4 plus 1 qoladi, ya? Durustmi? Tak, minus 12 a bilan plus 3 a qo'shsak. Minus 9 bo'ladi mana biz. Keyin minus 9. Qaysi yer so'rov? Demak, 29-hisob davom etamiz. Juda bir mashaqqatli жұмыста ko'rinib turibdi. Bizlarda so'rayotgan 29-hisobda to'manda keltirilgan tengliklarning qaysilari durust, yamasa qaysilari qat'iy deb so'rash mumkin. Bu variantda beriladi. Yamasa variantlarda ko'p uchrashadi. Buni sol yozda variantga tushgan bolalarning o'zi ham qiynalib qoladi-da. Siz arifmetikasi chala bo'lsa, shunday yerlarda chala isib ketgan bo'lsa, qiynalib qoladi. Hozir sizlar uni zarani ko'ryapsiz. Sol o'zida yana ko'rsangiz, o'dan o'rtada yana bir ko'rsangiz, yadingizdan chiqmaydi bu hisoblar. Buni tenglik durust qat'iy ekanini bilish uchun tekst skopkalarda achish kerak, aljasba plus minus. Demak, birinchi skopkani iste'vatga yo'limizni ochamiz. Ne bo'ladi? X kvadrat minus bx x v emas vx. V birinchi turadi, u alfavit. Durustmi? Keyin nan x a deb yozmayman u. A x deb yozaman. Keyin minus a bu. Durustmi?
Men usul zatım bu yoqda ne qilib kerak? Совпадать etib kerak. Teng x kvadrat tura beradi. Buna x ni bundan qo'yib birinchi ne bo'ladi? Ax. U nominen minus ax. Yendan qo'yib. Minus vx. Bu menen plus vx. Keyin minus a emasmi? Qarab chiqing. Plus x kvadrat. Bu plus ax, no? Minus уже plus minus bo'lib ketma уже ne? Foydasi yo'q. Ya qisqaradimiz bu tenglik qat degan so'z. Izni ko'rim shart emas. Naqara? No minus x, no plus x ulamgat ekan. Biroq no durus ekan. Birov qat bo'lsa bo'ldi, qolganlar durus bo'lgan kerak emas. Bespolезно bo'ladi. Tushundingmi? Demak, birinchi tenglik o'rinli emas. Ikkinchisini ko'rish uchun mana zatdan bizlar nazar chiqib kerak deb atadi. Birinchi na ishtiq qo'shilmada deb chiqamiz. Ya'ni birinchi no minus 10x kvadrat tura beradi, plus 5x kvadrat minus 6x kvadrat ochmaymi? Plus bo'lsa o'zgarmaydi. Endi ikkinchi jinash ber. Minus 5x kvadrat minus 6y kvadrat. Durustmi? Endi 10 oldida minus bormi buni? Endi ani ashamizda bizlar. Buni yozib olaman. Ya'ni 8x kvadrat minus 5y kvadrat nan minus başlasam ne bo'ladi? Plus 5x kvadrat plus 6y kvadrat. O'sha yerda jinash ber. 8x kvadrat minus 5x kvadrat 13x kvadrat. Qo'shiladi 8 bilan 5. Minus 5y kvadrat 6y kvadrat birga qo'shilsa plus y kvadrat. Plus bo'ladi. Durustmi? Endi buning oldida belgi mine. Buni men istayman. 12x kvadrat plus y kvadrat endi minus bilan ash. Minus 13x kvadrat keyin minus y kvadrat. Endi jinash ber. Bu men bu ne bo'ladi? Minus x kvadrat bo'ladi. Minus 1 bo'ladi 12 ni 13 olsam. Plus y kvadratlar qisqarib ketadi. Menda ne chiqdi? Minus x kvadrat. Bizda izni plus 12 kvadrat degan. Demak, bular ne? Qati. Tushundingmi? Agar atvetlar 3 o'lik bo'lsa, javoblar 3 o'lik bo'lsa, o'zingiz javob 3 4 5 bo'ladi. Shunday tushuntir bo'lish kerak. Ne uchun? 1 men 2 qati bo'lsa, ondan o'zining o'zi durust bo'ladi degan so'zda. Agar javoblar 3 o'lik bo'lsa, misol 1 2 5 deb berib qo'yadi-ku. Endi biroq biz tekshirib chiqamiz. Nan siz uchun javob ishdan boshlayman nedi? 3ab kvadrat minus bo'lsa o'zgaradi. Minus a kub minus 2ab kvadrat plus b kub. Durustmi? Endi uni buni men ash. 2a kub plus b kub tura beradi-da. Endi izni yozamiz. Minus 3ab kvadrat, to есть deb qo'yish. Keyin plus a ning kubi plus 2ab kvadrat keyin minus b kub. Endi bu nomni yozishimiz kerak. Plus bo'lsa ne yo'q? Ziyoni yo'q. Ne plus deb beringda bo'ldi. Plus bo'lsa o'zgarmaydi-ku. Endi so'z yerda jinash bering. Bu kublar qarang, ne qiladi? Saradi. 6ab ga o'xshash bormi? Yo'q. 2ab kvadrat bo'ladi. 6ab tura beradi. Nergacha zaman? 6ab tura beradi. Keyin 2a kubga a kub bor. Necha kub bo'ladi? 3a kub bo'ladi, sog' bo'l. Keyin minus 2ab kvadratga plus ab kvadrat. Minus 1 yozilmaydi. Minus ag'zash yoziladi. Ab kvadrat. Kelema plus 6ab plus 3a kub minus ab kvadrat. Demak bu durust. Endi yoqda sikta tushunib olaylik. Endi buni istish uchun birinchi bilan ishtiq hosilmani ochib olamiz. Nanash bo'l. A kvadrat minus 2ab minus b kvadrat tura beradi. Endi nanash. Minus 5a kvadrat plus 2ab молодец. Keyin no plus b kvadrat. So'z yerda jinash bering. Ya so'z yerda ochib bering dedi. 5a kvadrat minus 3b kvadrat endi minus bilan ochib soldi. Minus a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Sizlar uyda ulkan o'lchamda sizlarsiz ko'rinib berib qo'yasiz. Plus 5a kvadrat minus 2ab minus b kvadrat. Nam minus pastda. Endi jinastiramiz. 5a kvadratning o'xshasi meni. Necha bo'ladi? 10a kvadrat bo'ladi. 3b kvadrat bilan b kvadratga ketib qoladi-ya. Minus qayerda a kvadrat qoladi? Neda bor ekan u? Sonda necha bo'lib qoladi? 9 bo'lib qoladi. Keyin 3b kvadrat o'z so'lancha yoziladi. Minus 3b kvadrat o'xshash yo'q-ku. Tak 2ab men 2ablar ne qiladi? Onda berilgan qancha yozibdi-ku? Bu javoblar 3 yo'liq-ku bizda. Minus 2ab durust.
Berilgeni o'zinde qate bor onda. Durs. Bular sarf ketadi. Bo'lgan javob nima bo'ladi? Keldi mana qan. Qate bo'ladi. Endi ag'irqisini istaymiz. Qarang, bizga sразу ochib ketsak ham bo'ladi-da, ishni ochib chiqarib, biz istayotgan yo'limiz bo'yicha. Birinchi niyadan ashlanishamiz. 6a minus s plus b plus s yo'q o'tiraveradi u. Naqosmalda belgiladik. No plus a plus 8v minus 6s. Şöyle jina olsam bo'ladi. Ya mesela nomi ochib bersam bo'ladi. 2s minus bo'ladi. 6a plus s bo'ladi. Keyin minus v minus s minus a minus 8v plus a. Şöyle jina bo'lish ulgib ketdi. Qarab, salar salib ketadi. 2s'dan 6'sini alsam qo'saman to'ysiz. 8s bo'ladi. 8s. Keyin 6a minus a. Ay, minus 7 minus qo'shiladi. Minus v minus 8v. Minus 9v emasmi? Endi soni mana bu yashabanda qarang. Katta endi hisoblaymiz. Endi deb qo'ying. 6 edi? 3a. Endi minus bo'lgan shu o'zgaradi. Minus 8s plus 7a plus 9b bo'ladi. Qaramarsa o'zgaryapti bari. Demak, jinastiramiz. Nominal 11a, to есть 10a bo'lmay bundan o'xshash yo'q-ku. 8s nima o'xshash yo'q? 9b. 10a plus 9b minus 8. Durust-ku? Nima durust bo'laveradi? Nez bir yerda o'z plus minus qat'iy ketganda. Bo'ladi, biz 3500 durust deb qo'ysak ham ziyon yo'q. Tushunibmi? Tak. Olam endi 3 yillikdan nega javoblar? Alsasi bo'ladi, ayt, bildir. Tak, davom etamiz. Keyingi hisob 30-hisob. A plus b naday minus naday. Buni ham ochib chiqayotganingizda albiramay, ya'ni bildirib olmamiz kerak. Bildirib olganda plus minusda birinchi bilan istaymiz, qarang. Birinchidan qo'yib chiqamiz. A kvadrat. A ni qo'yib tek. Plus ab plus a durust. Endi buni qo'yamiz. B a emas, ab deb yozing. Keyin plus b kvadrat, keyin plus b. Javobimiz minus qarang, so'zlar aytib ketaylik. Minus bo'lsa qo'shilmashasiz, обязательно. Sen minusda qaramarsiz belgi o'zgarib ketadi. Qur so'laycha ochib ketsangiz, u qancha chiqadi? Birinchi ko'paytiramiz. A kvadrat minus ab minus a. Yildan 3-chi qo'ytdimmi? Yendan qo'ydim. B a emas, so'l minus ab bo'ladi. Keyin minus qo'ytsam plus b kvadrat bo'ladi. Keyin plus b. 1b deb yozmak nima aytadi? O maktabda klasslarda yoziladi. Tak, endi skobni ochamiz. Birinchidan jinastirib ketsak bo'ladi. A kvadrat plus a plus plus 2ab bo'lganmi boshqa? Plus a plus b kvadrat plus b. Endi minus boshqangizga qaramarsa o'zgaradi. Minus a kvadrat minus ab minus 2ab bo'ladi u. Ol ochilsa plus 2ab bo'ladi. Ma'lum. Keyin plus a qaramarsa o'zgaryapti. No minus b kvadrat keyin no. Endi qarang, o'sha yer qisqaradi yerda. Qisqarmaydi. Durust, b kvadratlar qisqaradi. B da ketadi. Teng 2ab ga 2ab ni olsak 4ab, aga a ni olsak 2a deb aytdik. Aga a ni olsak 1 bilan 1 qo'shiladi 2 bo'ladi. Tushundingmi? Yozib olamiz. Tak, davom etamiz. 35-hisob. Biz edi anglatmani ko'p og'zali standart formasini aylantiramiz. Standart formasini aylantiring degan so'z, so'ng apolastir degan so'zda. Demak, biz birinchi mana 2x ni qo'shma qo'yib chiqamiz. Ne bo'ladi? 2x kvadrat minus 2x minus bo'lsa jo'nay qo'shma ochib ketaveramiz. Bir jumla lishniy bir qator sik, zato durust deymiz. Agar sразу siymen desangiz qatlashib ketasiz bir yerda. 2x ga qo'ydik. 2x kvadrat qo'ydik. Plus 2x hisobi. Nominal qo'ydik minus 1x deb qo'ymang. Bir yozilmaydi. Bu men buni qo'ysam minus 1 ga 1 deb qo'ysam 1. 2 deb yurmang. Endi qo'shimani ochamiz. 2x minus 2x kvadrat minus 2x minus 2x kvadrat minus 2x no plus x no plus 1. Nega bo'layotgan tushunasizmi? Znaklar o'zgaryapti. Endi jinastiramiz. 2x kvadratlar 1 plus 1 minus boshqa qisqarib ketadi. Buni ham qisqartib yurmang. Yuqor minus qo'shiladi. Minus 4x plus tom nong'ush yurishni. Ketdi endi. Endi nominal qo'sh. Minus 4 ga plus. Minus 3x.
Ендігіде 5 болады. -4 плюс 1 -3. Түсіндік ма? Бұл жауап. Так, және бір жақсы есаплардың бірі 36-шы есабымыз. Төмендегі теңдіктердің қайсы бірі бірдейлік дейді. Бірдейлік деген айният өзбекше. Яғни тең деген сөз да. Яғни теңдіктің бер жағы мен ар жағында азат не болу керек? Тең болу керек. Демек, оның үшін мына алдына минусты мынаны көбейтеміз. Мынаны істеп жатырмыз. Минус көбейт, минус p квадрат плюс q квадрат бөлінген q квадрат минус p квадрат. Мынаны орналастырсам, никогда мынаған не қылмайды? Келмейді. Үстін қарамай қойың да бәрі. Түсіндіңіз ба? Бұл пайдасы жоқ. Теңдігі бірдей емес. Мысалы, мына екеуі біріне қарап бірдей. Мына минустан көйтіп көр. Минус p квадрат плюс q квадрат. Асты тұрыпты, өзгерген жоқ. Үстіне қара, p квадрат, но минус, но плюс q. Не қылмады? Келмей қалды. Түсіндіңіз ба? Демек, екі жауаптылық болса, өзіне өзі 3-4 болады. Ямаса тексеріп көреміз. Ауа, астыда үстіде бірдей болу керек. Мына минусты біздер астына көйтейік. Астына. Үстілеріне плюс қой екен. Мұны кемейді да мынаған бәрі. Не қылса да. Так, астына көйтейік па? Үстіне ақ көйтейік. Үстіне көйт. Мынаны көйт үстіне. Минус p квадрат. Минус q квадрат тұрсын. Аст не өді? p квадрат минус q квадрат. Тұра береді. Тең. Мына минус көйт. Минус p квадрат плюс q квадрат. Келе ма? Бәрі оны еш жер келмейді бұны. Мынау мен келу мүмкін, мынау не көтті уже. Демек, есаптың және бір жерінде бар да. Так, мынаны көбейді. Так, бұлам келмейді. Қараң, сен мынаған ешқашан келмейді. Мына 2 плюстан сыртқа минус шығарып жіберсеңіз бар ғой, минус p квадрат минус q квадрат деген зат болады да. Мынаған қайтып келмейді да. Түсіндіңіз ба? Бұл жерде бұлам тең емес. Я, ешқайсысы деген жауап болады да бұл жерде. Ешқайсысы деген жауап. Бұлар ішінде ондай теңлік жоқ деген жауап бар емес пе? Бұл жауапта. Вариант тасып кеткен ғой онда жазған кезде. Түсіндіңіз ма? Негіз менде вариант бар. Так, ақыр кейінгі есап, 37-ші есабымыз, ақырғы есабымыз. А тең минус 2 болған кезде мынаны есаптаймыз. Бірінші мынаны апелестіріп аламыз. Аның минус 12 тұра береді. Кеше өттік, дәрежелер не қылады? Көбейтіледі. Ал мынадай болса, дәрежелер не қылады? Қосылады. Минус мынаны қоссаң, 4 май ма? Плюс 4. Енді аның орнынан әкеп қоясың, минус 2-ні қоясың. Сыртында 4. Тек қойып жібердік мынаны неге. Түсіндіңіз ма? Минус 2 болған үшін скобке қойдым. Және мынадай істемек. Минус 2-ның 4-і деп істемек. Бәрі бір ғой деп не? Бәрі бір емес, мынау басқа зат. Қауыстырма обязательно болу керек. Минус саның жұп дәрежесі болса плюсқа айналады. 2-ні 4-ні әтіп өтсем 8 бола ма? Түсіндіңіз ма? Демек, 37, неше совет өзі? 39. Осымен болады. Осы 37, 39 есап, ар жағы повторда. Осыменен, осы темамыз жұмақланады. Жазып аламыз.